Mening uchun boshqa daryo yo'q. Boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. Bobo temir ulg'aygan tuproq, daholari ko'plardan ko'proq, shirin hisdan bosadi titroq. Mening uchun boshqa daryo yo'q. Boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. Ba'zan haqni jafolar chekkan, xalq biriga bardoshin ekkan, Xizr bobom qadami tekkan. Mening uchun boshqa daryo yo'q. Boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. To'rtta fasl unda mujassam, hayot uchun xalqqa xotirjam. She'r yozmasam bo'larmi o'ktam? Mening uchun boshqa daryo yo'q. Boshqa joyda Qashqadaryo yo'q. Biri kitobdan boshini ko'tarmagan, biri esa telefondan. Hozirgi sahna ko'rinishi haqida qarashlaymiz. Asal qizim, sen qanday kitob o'qiyapsan? Men Muhammad Yusufning kitobini o'qiyapman. Shu kitobdan menga bir parcha she'r o'qib bersang. Xo'p. Qizg'al dog'im qildir bo'lak koshonang yo'q. Kokil yo'ysang yerdan bo'lak toshonang yo'q. O'ksib dilginangda o'zim borib, peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Rahmat qizim, juda ham chiroyli o'qiding. Ana sening bo'lsa faqat telefon o'ynaydi. Hech qachon kitob o'qimaydi. Borib, mayli sen ovqatlanib ol. Xo'p, oyijon. Qizalog'im, telefonni qo'yib ovqatlanib olgin. Hozir, oyijon. Telefon ko'p o'ynama, ko'zlaring og'rib qolishi mumkin. Oyijon, ozgina qoldi, o'ynab olay yutishimga. Keyin ovqatlanib olgin. Xo'p. Oyijon, ko'zlaringizda qattiq og'riyapti. Yur, men seni bir doktorga olib borib kelay. Assalomu alaykum. Mening qizlarimning ko'zlari juda ham qattiq og'riyapti. Ko'rib qo'ysangiz. Mayli, ko'rib qo'ying. Ko'p telefon o'ynaydimi bu? Ha, juda ham ko'p telefon o'ynaydi. Men sizga dorilar yozib beraman. U dorilarni vaqtida ichsangiz yaxshi bo'ladi. Ko'p telefon o'ynamasin, ko'p televizor ko'rmasin. Xo'p bo'ladi, sizga rahmat. Qizalog'im, ana ko'rdingmi? Ko'p telefon o'ynaganing uchun ko'zlaring og'rib qoldi. Endi opangga o'xshab faqatgina kitob o'qigin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Onalar ko'p dunyoda, men uchun siz bittasiz, o'zingizga o'xshagan. Men ham bo'ldim bir erkak qiz, osmondagi oyim meni, yuragimga joyim meni, topilmas bebahoyim. Thank you.